Bugun mana shu noodatiy kapotimizni bruni plyonka qilishni ko'rib chiqamiz. Ikki qismga ajralgan ekan. Tepa qismi tashqariga chiqar ekan, ichkaridan shurupni yechib olasizlar va undan tashqari mana bu narsani tushirib olish kerak. Tegidan ham qotirilgan bo'lar ekan. Xo'p, bitta yechim qilganimizda kapot o'zi 1.60 bo'lsa ham biz 1.80 oldik. Sababi mana bu qoshni qo'shib chiqarib olishimiz uchun. Malibu Premier'lardagi variant yechim qo'yganmiz. Hop, birinchi bo'lib mana shu yon tarafni kriloga fiksatsiya qo'yganmiz. Birinchi bo'lib tepa qismini fiksatsiya qo'yganmiz, ya'ni yopishtirib chiqdik. Ichkariga kiradigan qismidan 1 sm zapas bilan kesib olamiz. Sababi mana bu turgan kuchni yumshatib olishimiz uchun burchak qismiga bitta primer berganmiz. Mana shunga fiksatsiya qilamiz, vakuum hisobiga bu yog'ini ishlab ketamiz. Past qismidan boshlab mana shu qirrani fiksatsiya qilib oldik. Bu yog'imiz vakuum bo'lib turibdi. Endi shunda prosta havoni chiqarib olamiz. Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Bo'ldi. Bu yog'imizni bemalol ishlab ketaversak bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Mana shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa foydali videolarni qo'yib boramiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. Hop, yopishtirib bo'ldik. Ishimizni sifati qanaqa chiqqanligini tekshirish uchun bitta artib olamiz. Sababi qanaqadir havo yoki shampun qolib ketgan joy bo'lsa, hali vaqtimiz bor to'g'rilab olishimizga. Atay xudo xolasa qaralarga baho berasizlar. Inshaalloh chiroyli chiqdi. Bo'ldi, bu yog'ini kesib qaltirib tashiriladi. Qolgan narsa har doimgidek tayyorgarlik bir xil ketaveradi. Jarayonga tayyorlab olish.